Hozir hamma Eron, Isroil, Falastin va Livanga qarab turibdi-ya. Ammo 2023-yildan beri Sudanda bo'lib kelayotgan fuqarolar urushi ham ozmuncha talafot ko'rsatmadi. Xo'p, bu qanaqa boshlandi? 2023-yilda o'sha Sudan armiyasi va o'sha parlamentarniy bitta guruhni, o'sha RSF degan bitta guruhni o'rtasida o'sha kelishmovchilik yuzaga keladi. O'sha davlatni kim boshqarishi kerakligi to'g'risida, ya'ni kontrol ustidan urush boshlanadi. Xo'p, shu tufayli 2023-yildan beri poytaxt shahrida va boshqa katta shaharlarda katta urush bo'lib kelyapti. O'sha ikkita o'sha armiya va bu parlamentarniy guruh o'rtasida. Natijada uylar, kasalxonalar va katta binolar vayron qilingan, portlatilgan, buzilgan. Minglab odamlar vafot etdi. Jabrlanganlarning esa son sanog'i yo'q, millionlab odamlar davlatning ichidan boshqa bir hududga yoki boshqa bir shaharga ko'chishga majbur bo'lgan va bu hozirga kelib insoniyat tarixidagi katta bir gumanitar inqirozlardan biriga sabab bo'ldi va o'sha oziq-ovqat yetishmovchiligi, suv yetishmovchiligi va shu kabi yetishmovchiliklarga sabab bo'lyapti. AP News nomli veb-saytning ma'lumotlariga ko'ra 60 mingga yaqin odamlar vafot etgan va 60 mingga yaqin bu tasdiqlangan vafotlar, ya'ni o'lim. Ammo boshqa bir o'sha umumiy boshqa odamlar, boshqa veb-saytlarning taxminiga ko'ra 100 ming, 150 mingga yaqin odamlar vafot etgan va ko'p joylar hali ro'yxatga olinmagan deyilgan joyi bor va bu undan ham ko'p bo'lishi mumkin. 9 millionga yaqin Sudan fuqarolari o'zining shahridan Sudanning boshqa bir tinchroq joyiga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan. 4,5 millionga yaqini esa mamlakatdan boshqa mamlakatga chiqib ketishga sabab majbur bo'lgan. Va boya aytganimdek, o'sha Sudan armiyasiga qarshi va bir boshqa parlamentar guruh RSF, ya'ni Rapid Support Forces degan gruppa, ya'ni tez yordam kuchlari nomli gruppa urushyapti va eng ham kulgili bir hisobdan, ammo alamli tomoni tasdiqlanmagan bu, ammo aytishlariga ko'ra bu Birlashgan Arab Amirliklari ayblanadi. O'sha parlamentarniy guruh RSFni qurol-yarog' va dronlar bilan ta'minlab berishda ularni qo'llab-quvvatlashda ayblanyapti. Nima deymiz? Mamlakat ichida ikkita gruppa mamlakatning kontrolining orqasidan urush qilyapti. Agar chin bo'lsa, o'zlari rad etgan, Birlashgan Arab Amirliklari o'zi rad etgan berayotgan yordamini, u chin yo yolg'on bo'lgan taqdirda, agar chin bo'lgan taqdirda, rost bo'lgan taqdirda, bu Birlashgan Arab Amirliklarining nimasi, motivi, maqsadi oltin, Sudanning oltini hisoblanadi, chunki Sudan juda ham minerallarga boy davlat hisoblanadi, asosan oltin, kobalt ham asosan Sudan va Kongolar. Pul, bilmadim, odamlar faqat shunaqa pulga, nazoratga, kontrolga o'ch. Nima deymiz endi, yaxshi bo'lib ketsin deydi-yu. Oldin unaqa nima deydi? Juda ham keng miqyosda gapirilmayotgandi bu narsa, lekin hozirgi kunda o'sha Sudanning blogerlari ham ancha kuchayyapti. Ular o'sha bo'layotgan narsalarni yetkazib berishda, ular ham baqiryapti, endi bunday olganda ko'proq hamma eshitsin degan ma'noda. Shuning uchun bu ham hozir juda ham globalniy muammo hisoblanadi.